Endi esa sizni samodan olingan maxsus tasvirlar bilan tanishtirsak. NASA, AQSh fazo agentligi va AQSh okean va atmosfera boshqarmasi tashabbusi bilan suratga tushirilgan manzara sayyoramizni tunda fazodan aks ettiradi. Kundalik yangiliklar, xalqaro va mintaqaviy o'zgarishlar, dolzarb masalalar tahlili bilan saytimiz va radio eshittirishlarimizda tanishib boring. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Sizga tinchlik, xotirjamlik va sihat salomatlik tilab qolamiz. Yangi yil xonadoningizga shodlik, baraka va faqat xushxabarlar olib kelsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.